Assalamu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2025-yil 1-oyning 11-kuni, shanba kuni kech. Bugun men oldi bilan Amerikaning 2024-yillik iqtisodiy haqida bir xulosa xarakterli so'z qilib o'tgandan keyin, undan 2025-yildagi iqtisodga qisqacha nazar va hamda bu yil 1-oyning 7-kuni Amerikaning Kaliforniya shtatining janubida boshlangan o't ofati hozircha davomlashyapti. Va shunga aloqador iqtisodiy ziyonlar, uning iqtisodga ko'rsatgan ta'siri va sug'urta, ya'ni xavfsizlantirish tadbiri haqida qisqacha to'xtalib o'taman. Amerikaning iqtisodi 2024-yili yumshoq qo'ndi. Bu deganlik garchi Amerikaning Markaziy bankisi o'simni 1,5 yilning ichida 11 qatam o'stirgan bo'lsa-mu, ham o'tgan yil 9-oy bilan 12-oyning oralig'ida, ya'ni 3-4 oyning ichida o'simni 3 qatam jami 1% kasgan bo'lsa-mu, Amerikaning iqtisodi yumshoq qo'ndi, ya'ni yillik milliy daromad taxminan 2,7% oshdi oldingi yilga qaragan vaqtda. Pul pahalılığı 3% ning töveniga tushdi. İşsizlik nisbati 4,1%ga tushdi. Ya'ni o'tgan yil dekabrda Amerikada xizmat topgan odamlarning soni, ya'ni bir oyning ichida xizmat topgan odamlarning soni 256 ming bo'lib, bu mo'ljarda kelgan farazdan yuqori chiqdi. Bu xabar 1-oyning 10-kuni chiqish bilan 1-oyning 10-kuni yaqinda chiqdi. Bu xabardan chiqish bilan mana pay cheklarda, pay cheki bozorida tushish oldi nimishqa. İşsizlik nisbatining tövəlləşi, ya'ni nurg'un kishilarning xizmat tepishi nimadan derak berdi desa, Amerikaning iqtisodida hamda oldimizdagi oylarda o'sim nisbatining, ya'ni Markaziy bankining o'simni kesish ehtimolligining tövəlligidan derak berdi. Amerika iqtisodi 1,5 yil mobaynida intayin yuqori o'sim nisbati yuqori bo'lgan ahvol ostida turgan. O'sim nisbatini oshirishdan maqsad pul pahalligini tizginlash edi. Pul pahalligini tizginlashdan iborat u maqsadga har holda yetgan bo'ldi. Odatda normal sharoitda 2% bilan 3% atrofida bo'lsa, pul o'zining qiymatini 1 yil qaragan vaqtda, oldingi yil qaragan vaqtda bu yil 2-3% atrofida yo'qotib mangsa, muvofiq yo'qotish yo'lida deb qaraymiz iqtisodshunoslikda. Shu maqsadga yetganda bo'ldi, lekin o'simni nomuvofiq darajada tez va yuqoriroq nisbatda oshirib o'tib qolsa, bu ig'ir darajada ishsizlikni keltirib chiqaradigan ish. Ya'ni ma'lum bir tadbirni olgan vaqtda uning har xil keltirib chiqaradigan natijalarini va oqibatlarini o'ylash kerak. Natijasi o'simni o'stirishdan maqsad pul pahalligini tizginlashni, shu xil natijani qo'llashsa, yana bir xil uning oqibati ishsizlikni keltirib chiqarish edi. Lekin qanday qoldi deganda ishsizlik nisbati tövəlladi. 4,1%ga tushdi. Noyabrda 4,3%ga chiqib ketgan. Ya'ni o'tgan yil 6-oy bilan 8-oyning oralig'ida xizmat topganlarning soni azayib, emgak bozorida odam olamiz deganlarningki xizmat qabul qilish e'lonlari azayib, xizmat topgan odamning soni azaygandan keyin Markaziy bankida qo'pab, endi o'simni kesmasak ishsizlik ortib ketgan o'xshaydi deb 9-oyda 0,5% kesdi. Kanalimga agashganlar, agashmayotganlar yoki xabar ko'rib turadiganlar bunga diqqat qilgansizlar. 11-oyda 0,25%, 12-oyda 0,25% kesgan Jeremy Powell qo'yib, kelar yili, ya'ni bu yil 2 qatim o'sim kesishimiz mumkin, o'simni kesishimiz mumkin. 0,25%dan faqat 2 qatim degandan signal vergan. Shunday imo qilganda
Yani iqtisodiy ahvol yomonlashsa, pul pahalılığını tizginlashdan iborat maqsadga yetgandek bo'ldi, ammo ishsizlik nisbati ish bilg'ash bo'lsa, o'sim jiqroq kesish mumkin. Dekabrdagi sonliq ma'lumot ishsizlik nisbatining tuvalliganligini ko'rsatdi. Bu oldimizdagi bu yil, bu ay yerimlashib qoldi. Kelar ay oldingi oylarda, ya'ni Markaziy bankka bir yilda 8 qitim yig'in ichib, muzokara qilishdi o'simni o'stirish yoki tushirish haqida. Oldimizgi oylarda, kelajak oylarda Markaziy bankka balkim o'sim kesmasligi mumkin. Mana shunday sharoit ostida nima deb qaradi desa, shirkatlar, mablag' sog'chilar o'simni kesmasa, bu obirtayınlığın pulunun miqdarini azaytib o'tadi, qazilish tas oladi, mablag' silish, nurg'un turlarga mablag' salamiz qazilib qilgan gap, uni pul olamaymiz chunki o'simninki nisbati yuqori bo'lgan ekan deb o'ylab, nisbatan bir xil umidsiz kayfiyatda bo'lganlikdan bozor buning inkos qaytaryapti degan gap. Lekin bozor degan hamon o'zgarib tavrinib turdi. Dushanba kuni paycheki bozori, aksiya bozori ochilsa, yani bir muhim arbobning bir ig'iz so'z bilan bozor yana tavrinish ehtimoli bor. Yani sonliq ma'lumotlar reallikning aks etishi bo'lsa, ma'lum arboblarning muhim bir gapi o kishilarning, mablag' sog'chilarning psixikasiga ta'sir qiladi. Ham 1-oyning 21-kuni Donald Trump Amerikaning 47 navbatlik prezidenti bo'lib taxtga chiqadi. Yani huquqni o'tkazib oladi. Bu haqda men o'tganda so'zlagandim. Iqtisodga foydali Donald Trumpning da'vatgan ikki so'zi bor. Bu yil iqtisodga foydasiz, ya'ni ikki so'zi bor. Foydali ikki so'zi nima deganda, men bajni umumizda kesiman deydi. Tijorat kirim bejini kesiman, tijorat bejini kesiman deganlik nimadan derak berdi desa, agar kirim bejini kessa, aholining qo'lidagi disposable income, hajligli bo'ladigan pul jiqroq bo'ladi. Xalqning qo'lida jiqroq pul bo'lsa, nima qiladi? Hajlaydi, iste'molga yaxshi. Business tax desa, tijoratchilarningki tijorat bejini kesiman desa, ularning qo'lida foyda jiqroq bo'ladi. Foyda jiqroq bo'lgandan keyin nima qildi? O tijoratni kengaytirdi degan gap. Xo'sh. Endi hukumatning xazinasiga kiradigan pul bajdan keladi. Bu hukumatningki xazinasini kishigiltib qo'ydi. Bundaq sharoitda Trumpning deydigani da'vatqanda nima desa, men tamojna bejini oshiraman deydi. Tamojna bejini umumyuzlik Amerikaga import qilingan mallarning, import qilib kelgan mallarning hammasidan 40-20%dan baj olaman dedi. Hatto o'zining qo'shnilari bo'lgan Shimoliy Amerika qit'asiga joylashgan ikki davlat, Kanada va Meksikada 30 yildan burun bo'yan tuzilib ijro qilinayotgan, ilgari tuzilgan, ijro qilinayotgan NAFTA, North American Foreign Trade Agreement degan Shimoliy Amerika tashqi savdo to'xtamnomasini o'zgartirishman deyapti. Yani ularni baj olaman, 25%dan baj olaman deyapti, lekin sharti bor. Anan ekan Xitoydan kelgan mallarga 60%, ba'ziga 20% baj olaman degandek gaplarni qilyapti. Ana bu gaplarning o'zi kishilarda, analizchilarda, iqtisodshunoslarda agar bundaq bo'lsa, bu mal import qilgan shirkatlar dastlabda tamojni bejini, yuqori tamojni bejini to'lab turib, ammo uni iste'molchilarga baho qo'shib, iste'molchilarga to'latkizdi. Undaq bo'lganda bu pul pahalligini keltirib chiqarib o'tadi deydi. Unda bo'lsa, agar pul pahalligi keltirib chiqardi deydigan qarash ustunlikni egallisi nima bo'ldi? Chaqda Markaziy bankka o'simni, ya'ni o'stirdi deydigan gap chiqadi. Bu iqtisodning chekinishini, ya'ni ishsizlikning ortishini keltirib chiqardi deydigan ish bor. Xuddi bu shaxmat taxtidagi bir urug'ni o'tkazish uchun Etçine burun kalıda o'ylab bo'lgan o'xshash, analizchilar, tadbir belgivchilar, mablag' sog'chilar shunday har xil ehtimollikni yuz berish ehtimolligi bo'lgan har xil ehtimolliklarni o'ylaydi degan gap. Shunga kishilar o'zining qarashini to'g'riligiga ishongan vaqtda urug' o'tkazadiganlar.
Qarar chiqqan vaqtda bazarda shundoq tavrinish bo'ldi. Yakka mendek sizdek az pul bilan, az pul deganim millionlab dollar, necha yuz millionlab dollar emas. 10 ming, 20 ming, 30 ming, 40 ming deganga o'xshash pullar bilan aksiya bozorda yakka ish qilganlar ta'sir ko'rsatmaydi, ta'sir ko'rsatmaydi, ammo cho'ng mablag'li shirkatlar ular ta'sir ko'rsatadi. Xo'sh, anadagi yana birisi Trumpning degan yana birisi ba'zilar iqtisodga foydasiz deb qarayotgan nima deganda qattiq qo'lliq bilan yurgizilgan ko'chmanlar siyosati. Albatta kishilarning davlatiga qonunsizlik berib olish, har xil sabablarni o'zining davlati turib, hech qanday siyosiy zulmga ezishga uchramay turib, fursatparastlik qilib, qechib kirib olib, xalqning davlatini anandan bahrilaman desa, fursatparastlik bo'ladi. Bundalarga qattiqroq bo'lish kerak albatta. Yana ham ishning o'zining yo'li bilan bo'lsin degan gap. O'zining davlatida qarishining o'xshamaganligi, tilining o'xshamaganligi, e'tiqodining o'xshamaganligi, rangining o'xshamaganligi sababidan siyosiy besish, zulm va buningga uchirgan bo'lsa, qaytib bu yerlarga kelsa, buni qabul qiladi albatta. Aqli bo'lsa. Anandan keyin texnikaviy yoki davlatningki jamiyatining yükselishi, iqtisodning taraqqiyotini to'p qo'shalaydigan qobiliyatli kishilar bo'lsa, bular qabul qiladi degan. Ammo Venezuelalik yosh boladek kirib olib, xalqning uyini egallab, men pulni aldim, buni bunday qildim deb ijtimoiy mediada so'zlab, boshqalarga Amerikaga kelmagan kishilarga qudratli qilib, endi bu yerda bu qonunsiz davlat o'xshaydi deb kishilarning mol-mulkiga jismoniy bexatarlikka ziyonkashlik yetkazgan bo'lsa, u albatta cheklanishi, yaklanishi, jazolanishi kerak. Shunga Trumpning da'vatgan ishi shundaqlarni men bir taraf qilaman da'vatida. Qattiq ko'chmanlar siyosatini qattiq yurgizman da'vatida. Ba'zilar buningdan agar haddidan ziyoda bir tal qurib yeb ketgan daraxtni kesman deb o'rmonni kesib oldigan shulab qolsa chatoq da'vatida. Ya'ni ba'zi kelgan adamlarning qochib kelgan qonunsiz deb qaralayotgan ba'zi adamlarning kelishining sababi bor. Kishilar agar o'zining davlatlari haqiqatan erkin, ozod, yaxshi bo'lgan bo'lsa, o'z makonini tug'ilib o'sgan yurtini tashlab ketamdi, o'ylanish kerak, bular fursat berish kerak deydiganlar bor, odam o'xshamaydi. Anadan keyin ular nada xizmat topdi? Yeziklarda qurilish sohasida xizmat topdi. Shunday bo'lgan vaqtda ularga tuvan xizmat, tuvan ish haqi berib foydalanadigan shirkatlarningki mulozimatlari foydasi aziydi, mulozimatlari yaxshi bo'lmay qoladi yoki yetarli bo'lmay qoladi. Bu Amerikaning iqtisodiga nisbatan foydasiz deb qaraydigan ishlar. Shu ko'chmanlarningki, ammo bu yerda ko'chmanlar va qonunsiz ko'chmanlar degan gap bor. Men hozir yaqin buyanqi chegaradan atlab ijtimoiy mediada ko'rsatib ichib kelganlar puli bor turib, masalan, o'zining davlati bor turib, o'z ma'lum davlatni asosli millat turib, mayaga kelib, xalqningki ishlab boj to'lagan kishilarningki haqqini yeyman deb kelganlar ochko'zlik, fursatparastlik. Ammo qonunli shaklda kelib Amerika shu jamiyatlarda ishlab, bolalarni o'qitib, tirishchiliklar o'qitib, kirish to'kini ichib, oshxona ichib masalan, andan keyin o'zi mashina o'xshaydigan yer ichib, bolalarni yaxshi o'qitib, boj to'lab qilganlarning Amerikaning iqtisodiga qo'shgan to'pisi bu muayyanlashtirilgan. Men Liya Bostonining Oltin ko'chalik yo'llar degan kitobdagi mazmunlarni men kanalimda bir qatim so'zlab berdim. 1809 yilning oxirida Italiyadan kelgan bir noma'lum ko'chmanning degan gapi bor. Shu kitobning beshida men shuni deb berdim. Amerika desa ko'chalar oltin yotadi. O'xshaydi debdi men kaptimi ko'raptimi, qarasam, na oltin bo'lsin ko'chalarda, na ko'cha bo'lsin odam mangadigan. Amaliyotda mana mendek odam bu ko'chalarni yasaydi ekanman degan bir gapi bor. Shunga Trump apandininki ko'chmanlarga tutadigan siyosatning qanday bo'ladiganligi diginida qattiq ijro qilindi yoki bo'lmasa, shunday
Yani oltunni nijosatdan ayrimdi. Nijosatdan ayırıp nijosatni chiqarib albatta yaxshi. Amma haqliq yo'sinda zulmga uchragan bo'lsa, o'zining asoslari bo'lsa, ularga ko'rsatmasa, u insonparvarlik bo'ladi. Bu masalaga qarata iqtisodshunaslikda ham shunaqa bir narsa bor, agar qurilish ishlaydigan shunday qonunsiz ko'chmanlarning ichida ba'zilar iqtisod to'p qo'shdi. Bularni chiqarib olsa, iqtisodga foydasi deb qaraydiganlar bor. Shunga bu yili hozircha mana aloqa Trump'ninki tanlagan adamları, iqtisodiy ishlarga mas'ul adamları, bular nima deydi desa, tamojna bejini arttirish kerak deydi. Tamojna bejini cho'qim elish kerak, yuqoritish kerak deydi g'allaba. Anadan keyin yana bir tijoratga shirkatlarga foydali bir ish nima desa, hukumatning shirkatlarni kontrol qilishi, ba'zi yerlarni ochimiz, uy solimiz, qon qazimiz u bu desa yoki qazimiz desa, buning nisbatan har xil belgilarni elib o'tish kerak, bo'shashtirish kerak, suslashtirish kerak degan qarashdagi odamlar bor Trumpda. Bu iqtisodningki ishiga foydali omil. Bu xil ahvol, ya'ni cheklamalarni azaytaydi deganlik. Masalan, bir adam mashina haydash tezroqlik yo'lda 71 soatga 70 mayldan jiq surat bilan mangmaysan deb cheklam qo'ysa, odamlar shunga bo'ysunib mangdi. Bo'lmasa saqchi tutadi, jarimani yeb ketadi, nomer kesildi, sug'urtasi ishib ketadi to'laydi. Agar cheklama yo'q bo'lsa, ba'zilar 120 minish mumkin. O'zi halok bo'lishi mumkin, boshqalarni zaxmiyat, boshqalarni palaj qilib qo'yish mumkin, boshqalarni o'ldirib qo'yish mumkin. Shuna bu yerda zodi bu cheklamaning qanchalik bo'shtilishi, qaysi jihati bo'shtilishi buni qaraymiz. Shunga hozirning o'zida 2025-yillik Amerikaning iqtisodi parlaq bo'lib ketadi degan bo'lmaydi. Sabab chiqsin, yurgizib baqsin. Anadan keyin iqtisodiy siyosatlarni yurgizib baqsin. Anadan keyin ishlar qanday bo'ldi, shunga qarab bilamiz. Shunga aksiya bozorlari biroz noaniq territoriyaga kirib qolgandek his qilganligi uchun ishlar noaniq bo'lgan vaqtda, sal dargumanda bo'lgan vaqtda qizg'inlik to'van bo'ladi, shubha ko'p bo'ladi. Shuning bilan aktivlik biroz bo'shaydi. Anadan keyin faoliyatlar susishadi. Xo'sh, endi men gapni nimaga o'tkayman desa, abay sug'urta degan gapni qildim. Xabaringlarda bo'lganidek, bu yil 1-oyning 7-kuni, Amerikaning Kaliforniya shtatining, ya'ni Kaliforniya shtati Amerikadagi cho'ng shtatning birsi noposi ko'p. Amerikaning milliy daromadida qo'shilgan to'psi ko'p, ya'ni 4 trillion dollarga qimmatida boylik yaratadi bir yilda. Amerikaning bir yillik hozir umumiy GDP milliy daromadi 29 trillion. Buning 4 trillionini Kaliforniya shtati yaratadi. Ya'ni bu Germaniyaning bir yillik milliy daromadiga teng keladi. İtaliyanikidan biroz yuqori, Turkiyanikidan 2 marta yuqoriroq masalan. Bu Kaliforniyada shu Amerika dunyoviy kuchli shirkatlarning 500 shirkat aksiya bozoriga SP ko'rsatkichiga 500 SP ko'rsatkichining ichidagi 50 necha shirkat Kaliforniyada, yani xalqaro shirkatlar. Shu Kaliforniyaning janubidan shu ko'tarilgan bir o't ofatga aylanib, shu Janubiy Kaliforniyadagi boy rayonlardagi necha uning uylarni ko'ydirib o'tganga o't halok etibdi. Yaqinqi ma'lumotdan qaraganda 13 odam qazo qilibdi. Ma'lum bir rayondagi shu ko'yib ketgan uylarning o'ttirchi bahsi 2 million dollar atrofida. O'ttirdiki bahsi, ya'ni o'ttirchi qimmati, o'ttirchi bahsi bilan o'ttirki bahsi o'xshamaydi. O'ttirdiki bahsi 2 million atrofida, o'ttirchi bahsi 3.5 million atrofida ekan shu ko'yib ketgan uylarning. Demak bu bay rayonlar ekanda, shu o'taptiga uchraganlar. Endi o'tapning kelib chiqish sababi yoki ulg'ib ketishini yo'l yig'inining kam bo'lishi, namlikning kam bo'lishi,
yuqori suratlik, tez suratlik shamol, bo'ronning chiqishi, havoning qurg'oq bo'lishiga bog'lab, ya'ni klimat o'zgarishiga bog'lab. 2018 yılı shunday bir Kaliforniyada shunday o't avtolab 13,5 trilyon dollar qiymatida ziyon bo'lib ekan. Endi bu qitim JP Morgan bu qitim o't aftini umumiy ziyonni 50 milyard dollarning ustida mo'ljallayotgan gap. Shuni bu tabiiy holda kishilarda bu 50 milyard dollar qiymatidagi shu yo'q qilishni ko'pib ketdi-da. Kishilarning tapqan tugin nurg'un odamlar o'zining bir umr yig'ib tapqanini uyga chaplaydi. Aman eson bo'lsam, ishim ma'lum yerga borgan vaqtda, pensiyaga chiqqan vaqtda bu o'yini necha millionga satsam, Florida'ga kessam, kichik yanilib o'ttasam deydi. Demak, odamninki tug'iladi, cho'ng'iladi, o'qiydi, xizmat qiladi, yig'idi, qiran chaqlari, sahib jamal chaqlarini boshdan o'tkazadi. Ananiki oxirida qeriydigan gap. Oila soni ozaydi, bir hamroz ketadi, to'laydiganlar ketadi, uzun yashab ketsa. O'zim uchun desa, o'zim jismoniy jihatdan, ruhiy jihatdan kasallik chaplashgan shunday holat bo'ladi. Shundaqda odamlar yana umid bor bo'ladi, yana uzun yashab qolsam holim qolmaydi. Har xil tadbirlarni epmangdi. Har xil iqtisodiy tadbirlarni epmangdi. Masalan, bularning birisi pensiya puliga pul qo'yish. Ya'ni bu kanalning birinchi leksiyasi shu pensiya puliga yashanganlik uchun pensiya puliga pul qo'yib menish. Adam mangu subatliq, qomatli turmaydi, sog'lom turmaydi. Adam mangu go'zal sahib jamal turmaydi. Ama çaşlar qanmaydi, qoshlar oqirdi, tishlar to'kiladi. Havul bedeller o'jiklaydigan gap. Yilning o'tishiga bakra uzun yashash nasib bo'lsa. Shunga buningga odamlar tadbir oladigan gap. Ya'ni qanday tadbir oladi deganda, azto'la boylik yig'ib qo'yadigan gap. Ba'zilar boylikni har xil aksiyalarni olib qo'yish orqali yig'adi, oltin olib qo'yish orqali yig'adi. Ba'zilar fizikalik asset olib qo'yamiz. Ya'ni ko'zdan ko'gil tutqiladigan uy mulk soladi deganga o'xshash. Endi bular shu uy mulk solgan shu nimani baylıqı nima bo'lib ketdi? Bu bayliqlar ko'yib ketdi bu qitim. 3,5 millionga uy oladi, 4 millionga uy oladi degan o boy kishilar, balki bularning boshqa halaqa fizikalik bo'lmagan aksiyalariga bo'lur bado. Lekin minqimsiz ziyon. Endi mana bu shunda halaqa kishilar hayotida oladigan tadbirlarning birisi pensiya puliga pul qo'yish, ba'zilar pul qo'ymay uyga chaplash. Ya'ni pensiya puliga pul qo'ymsam, uyga chaplab uyning mortgagini to'lasam, keyin kunlikda men qirsam, shu uyni necha million satsam, azan yagirib yashsam deb o'ylaydiganlar bor. Endi bu uy mulkni olgan vaqtda uning xatiri bor. Bankning mortgage ilib uy olgan vaqtda bankning pulini to'lab bo'lamasa, u uy bankning uyi. Bu to'g'risida mo'jiq so'zildim men. Shun kishilar qanday qiladi? Bank qanday qiladi deganda, bir uy setib olsangiz 1 million dollarlik bankga 20% pulni down payment qo'ysan desa, ya'ni oldin to'laysan desa, 800 ming dollarga qarz olasiz. Agar ba'zi rayonlar cheklaydi sizning qarz olishingizni. 800 ming dollar ololmaysiz. Uy qimmat rayonlarda bu qarz olishninki nisbatan biroz yuqori bo'ldi, ammo u nechiga bo'lindi? Jumbo deydi. Ma'lum vaqtda 500 ming dollarni hozirgi bahada 7% alsangiz, qolgan 300 ming dollarni 8%, 9% olasiz deganga o'xshash. Jiq pulni qarz qo'ysangiz, qaytarolmaslikning ehtimoli jiq bank ziyon tortib ketadi. Shunga sizdan yuqoriroq qarz olish orqali o'zi tortib qilish mumkin bo'lgan ziyonni oldini olishni o'ylaydi bank degan. Chunki bank sizga qarz bergan pul, xalqning puli, shirkatlarning puli. Shunga bu bankka sizga qarz bergan vaqtda, siz uy olgan vaqtda nima deydi desa, uy sug'urta solsan deydi. Xo'sh, sug'urta degan so'z nima? Bizning Uyg'urchada sug'urish degan gap bor. Sug'urish bilan sug'urtaning o'rtasidagi yaqinchilik munosabati qanday? Masalan, eriqni sug'urish, ko'ngilni sug'urish deydigan gaplarimiz bor, ko'chma ma'nosi.
Ama sug'urta degan qandaq gap? Bu gap bizning tilimizda muayyan bir iqtisodiy tadbir. Masalan, yoki mandaqcha aytgan vaqtda bizning tilimizda aniq aynan aytish uchun buni xavfsizlantirish deb atsak to'g'ri bo'ladi deb qarayman men. Sug'urta degan bu so'z qaysi tildan kirgan bizning tilimizga, qachon kirganini uqmayman men. Lekin bizning uning ifodalaydigan nima desa, xavfni tuvalatish uchun oladigan tadbir degan gap. Xavf xatar bo'lsa odam ma'lum bir narsaga nisbatan xavf xatar kelsa odam dakka-dukka bo'ladi. Bankama dakka-dukka bo'lganligi uchun men qarz bergan odam uyini pulni to'layolmay qolsa, favqulodda bir ish bo'lib qolsa, uyga o't ketib qolsa yoki suv ichib ketib qolsa, ziyon bo'lib ketsa, biz tortimizda shaxs o'zi to'layolmaganlikdan uni shu shaxsga talab qo'ydi. Uy sug'urtasi olsan deb. Shuning bilan bular uy sug'urtasini oladigan gap kishilar. Jumladan bizdami bor u. Mana uyingiz qayerga joylashgan, egizlikmi, pastmi, kalkim qarayingmi, o't olib yuzgan yergami degan o'xshash. Endi xatarlik tabiiy ofatlar yuz berish yuqoriroq bo'lgan rayonlarda uy sug'urtasining bahosi yuqori bo'ladi degan gap. To'g'ri, bu yerda bir gapni deb o'tay. Bu sug'urtaning turlari ko'p. Salomatlik sug'urtasi deymiz, life insurance, hayotlik sug'urtasi deymiz. Chunki salomatlik sug'urtasi deganda odam degan og'riydi, og'rib qoladi. Bir odam berib og'rib qolsa, Amerikada davolashni aytib qimmat. O shaxsning yanchiqdan chiqmaydi. Xususiy sug'urta setib olgan odamlar, ba'zi odamlar idora jamiyatlaridagi odamlar xususiy sug'urta setib oladi. Shirkat idoralar ko'proq qismini to'laydi, o'zimi to'laydi yandan. Ama ijtimoiy sug'urta deydigan bir sug'urta var. Social insurance deb bizning shtatda masalas deydi. Kirimi to'van odamlarga asosan o bekorlik odamda uning iltimos qilib ma'lum bir materiallarni tayyorlab shularning tasdiqini o'tgandan keyin oladigan gap. Ammo xususiy sug'urta setib olganlar yoki ommaviy sug'urtaga tushmaydiganlar yoki xususiy sug'urta olaoladigan turib, xususiy sug'urta olmaganlar qanday bo'ldi desa, bular navbat kerak og'rib qolsa, har xil Amerikada tekshirish, davolashni aytib qimmat. Bu chaqda iqtisodiy jihatdan vayron qilib yetib qoldigan ish chiqdi kishilarni. Shunga mushu xil iqtisodiy jihatdagi vayronchilikni oldini olish uchun oldigan tadbir nima desa, salomatlik sug'urtasini setib olish. Salomatlik sug'urtasi deganda ko'z, chish, u degandeklarni o'z ichiga oladigan gap. Anadan sirt yana life insurance deb qo'ydi. Ya'ni odam qirib ma'lum yerga borgan chaqda uqmaydi. Hech kim uqmaydi. Ma'lum hayotning ma'lum paydida kim qanday og'rib qoldi, palay cho'p qoladi, menga ko'raman, bu chaqda ma'lum kishilar, ma'lum mulozimatchilar kelib qaramas bo'lmaydi. Uningga long term care deydi. Anandan keyin tasodifiy o'lim ehtimolsizlar bo'lib qoldi. Unda vaqtda zap o'lganida ham ketib qoladi, ammo uning hayot qolgan bolalari, kichik bolalari, o'g'illari, jo'rilari iqtisodiy g'urbatchilik tushib qolgan ahvol bo'ladigan ish chiqadi. Shunga odamlar life insurance, ya'ni hayotlik sug'urtasini setib oladi. Oyda ma'lum pulni to'lash orqali tasodifiy o'lib ketib qolsa, oilaga necha yuz ming dollar beradigan ishlar bor. Shunga belki hikoyalarmi bor, nima desa, jo'risini pul uchun jo'risiga zahar berib, buni qaslab o'tkazib, qimmat hayotlik sug'urtasi setib olib, mana uni tasodifiy o'lganda qilib ko'stib, necha million pul olman deb ochko'zlik qilib jinoyat yo'liga mangan ishlar bor. Bu sug'urta Amerikadagi sug'urtaningki eng boshlanishi shu Benjamin Franklin 1735-yilga berib taqiladi. 1752-yilda Benjamin Franklin deydigan mutafakkur bir kishi o'tgan shu Massachusettsda. Dangliq Amerikaningki dastlabki mustaqillik xitobnomasini yozishga qatnashgan odamlarning biri. Uning bir dangliq gapi bor, men yaxshi ko'radigan. Ya'ni ma'rifatlik millat qul bo'lmaydi deydi-ku. Ma'rifatlik millat, ma'rif tarbiyasi ko'rgan millat qul bo'lmaydi. U hamon uni qilib, buni qilib, qulluqning zulmining ostidan tik tura oladi deydigan gapi bor bu odamning. Men yaxshi ko'radigan asarlarini ishlatgan. Mo'sha odam ham mutafakkur, ham yaxshi tijoratchi ekan. Savdogar ekanda, korxonchi ekan. 1752-yili o't optining ziyniga taqobil turish uchun Philadelphiyada, Pennsylvania Philadelphiyada shu sug'urta shirkatini qurgan gap. Sug'urta shirkatini qurgan gap.
Demek bu yerda hozir salomat sug'urta deymiz. Tasodifiy bizda kasallik bu kelib chiqsa, o'zimiz iqtisodiy jihatdan vayron bo'lib ketmasligimiz uchun uni olamiz. Tasodifiy sabablar tufaylidan ömrümüz qisqa bo'lib qolgan bo'lsa, yaqinlarimiz, balchaqlarimiz, narasidalarimiz g'urbatchilikka iqtisodiy g'urbatchilik tushib qolmaslik uchun deb hayotlik sug'urtasini olamiz. Amerikada shunday qildi kishilar. To'xtamay xat topshirib olgansizlarmi? Yosh cho'ngaygan sari oyda to'laydigan pulingiz jiqroq bo'ladi. Andan keyin avtomobil sug'urtasi deymiz, mashina sug'urtasi deymiz. Hammaylar olamiz buni. Mashinangiz qimmat mashina bo'lsa, yangi mashina bo'lsa, shoferlik tarixingiz qisqa bo'lsa, to'laydigan sug'urtangiz jiqroq bo'ladi. Agar bir qitim tarixingizda bir qitim 5-3 qitim qatnash vaqasi chiqarib qo'ygan bo'lsangiz, jarimani yapsagan bo'lsangiz, to'laydigan nemangiz, pulingiz jiqroq bo'ladi. Insurance premium deb qo'ydi. Ya'ni ma'lum to'xtam. Manda hodisalar yuz berib qolsa, manda sabablar tufayli biz maksimum to'lab beramiz, ammo sen oyda mandaq deysiz. Qisqasi bu xavfsizlantirish yoki sug'urta degan nima desa, oyda ma'lum bir yoki bir yilda ma'lum az bo'lgan bir so'mni to'lash orqali mumkinchiligi bo'lgan yuz bermasligi mumkin. Ammo mumkinchiligi bo'lgan ziyonning xavf-xatarini qarta xavfsizlantirish degan gap. Mashina so'qlab ketib qolsa, mashina sug'urtasini sizga sotgan yoki sug'urta sotgan odam deymiz. Sug'urtachi demdoq, sug'urtachiga telefon qilgan gap. Ular bir odam avati mashina ko'rib tekshiradi, manda sabab bilan bo'libdi deb uni yozib, manchilikni biz to'lab beramiz onun uchun, lekin sen bizda to'xtam qo'l qo'ygan vaqtda deductible deb yenimda manda shulab qolsa 1500 ni to'layman deb ekansan, o'zing 1500 ni to'laysa, 5000 chiqim bo'ldi ekan, mashina chiqib 3500 ni biz to'laymiz deydi. Odamlar diqqat qilib baydaydi mashinani. Nurg'un odamlar hayotlik hammadan qimmatlik normal odamga, idroklik odamga ba'zilar deganda yo yoshlik qilib, yo chekib olib, yo ishchi olib, aydab silib keyflikda adam o'tirib qo'ydigan ish va o'zim o'ladigan boshqalarni pala chiqib qo'ydigan ishlar va unda ishlar nayt az, lekin normal sharoitda odamlarga jon tatliq, ular odamlar ziyondan saskinib shunday bo'lganligi uchun diqqat qilib paydaydi. O'lim ehtimoliyatlari, qatnash hodisalari yuqori bo'lmaydi. Masalan, yomg'ir yoqqandek, qor yoqqandek. Shu sug'urta shirkatlarining oldigan foydasi nayt yuqori. Bu sug'urta shirkatlari onu az pul deb qarmang. Bir oilaga, bir uy uchun 3000 dan 4000 dan 5000 dan shunday sug'urta satsa, o necha yuz million uy oila va o'ylab qo'ygan ko'paydi. Nurg'un milliard dollar pullab ketadi. Ammo bu odamlar nayti avaylab amal va ular sug'urta shirkatlari bir shulab qolsa sizga to'laydigan pulni azroq qilishga tirishadi. Sizdan jiqroq ilishga, sizga azroq to'lashga tirishadi. Ammo uning deyilgan muhlatlari, shartlari va shu amal va shu shart bilan ish qilgan gap. Ammo mayli qanday bo'lishini qat'iy nazar az to'lashni o'ylaydi. Yaqinda Amerikada bir cho'ng sog'lomlik shirkatining baş ijroiya raisini bir yosh bola idivatdi. Xalqaro xabar olib ketdi, xabarlarda bor. Nimishqa deganda u anglashlar qaramoqda, u shirkat, ya'ni sug'urta shirkati kishilarningki kasallanib doktorxonaga borsa, ba'zi bir tekshirishlarga to'lab bermagan ishlar bor o'xshaydi. Demak, sug'urta shirkatlari shunday qiladi. Rentgenga tushsa yoki CTga tushsa, uning hammasini men to'lab bermayman. Ko'p qismini sen to'laysan deb rad qiladigan ishlar jiqib qolgan gap. Masala nima desa, jiq pul topamiz deb. Ochko'zlik. Andan keyin bular u olgan pullarni nima ish qildi deganda, olgan pullarni aholilardan, shaxslardan, aholilardan chiqqan pulni aksiya bozoriga soldi. Mablag' qilib soladigan gap. U 3000 dan 4000 dan kelgan pullarni men talam qo'yib qo'ydi demaslik kerak. Ular qo'pab CD yap qo'ydi masalan. Anadan keyin bozorda aylantirib molla qilib uni ko'paytirgan gap. Shunga bularni o'tgan yillar Amerikaningki
sug'urta şirketlerining olgan umum foydasi 130 milliard dollar aytgan gap. Şuna bularni men deyishdan orqali nima demoqchi desam, hayotımızda har xil ehtimolliklar bo'ladi, har xil hodisalar, har xil o'ylanmagan kutmagan ishlar bo'lib qolishi mumkin. Sog'lomlik jihatdan aytganda bo'lsin, mulk masalasi aytgan bo'lsin, uy mulk masalasida. Şuna shularni tushunishimiz kerak. Biz o'zimiz qila oladiganimiz nima desa, o'zimiz angliq istiqiylik holda, bir xil no'qish. Yaşanganligimiz uchun Xudoyim Allah ömrümüzni bersa uzun yaşab qolsak, bunun qo'liga qarab qolmasligimiz uchun deb pul qo'yib qo'yishimiz bir gap. Men bu tashabbus qilayotgan narsaning birisi shu. Ondan ikkinchisi, xizmat sharoitida ishlayotgan vaqtimizning o'zida idora jamiyatlarimiz sug'urtaning ko'p qismini to'lab berdi. Andan keyin 65 yoshga chiqqandan keyin asosan ommaviy sug'urtaga, ya'ni biz to'layotgan 4 xil bajning birisi shu. Medicare deydigan. Ular ko'tirdi, ularning ko'tirdigini muayyan sommada bo'ladi, chekda bo'ladi demakchi. Andan keyin uy mulk sug'urtasi, ya'ni mulk sug'urtasi deb qo'yamiz. Uy sug'urtasi, andan keyin mashina sug'urtasi deganda bu cho'ng sug'urtlar. Bularning hammasini qo'shib kelgan vaqtda yuz berish mumkin bo'lgan vaqa hodisalar elib keladigan xavf xatarni yengillatish degandan boshqa narsa emas. Shunga uy sotib olganda, avtomobil sotib olgan vaqtda, ba'zi qimmat narsani sotib olgan vaqtda xavfsizlantirish zarur. Chunki hech kim uqmaydi, mana Kaliforniyadagi shu o't aptidimi, umumiy ziyonni 50 milliard dollar deydi, ammo sug'urta sotib olgan odamlar, yani xavfsizlantirilgan summa 20 milliard dollar deydi. 30 milliard dollar ziyonni kim to'laydi? Uy kuyib ketgan odamlarga bo'ldi degan gap. Nimishqa? O'tgan yil 8-yilda nurg'un shirkatlar ash taraflarda, nurg'un sug'urta shirkatlari ash taraflarda o'tab yuz berishning ehtimolligi yuqoriligini faraz qilib, tadqiq qilib, nurg'unlar shu yerda uy sotib olgan odamlarningki uy sug'urta setilishini rad qilib ekan. Shu bozordan chekinib chiqib ekan. Ammo shunda bir buzg'unchilik bo'lib ketdi hamda. Bundan keyin iqtisodga qanday ta'sir ko'rsatdi deydigan bir ishlar bor. Uy kuyib ketgan, sug'urtalangan odamga haqiqatan cho'ng ziyon bo'lgan bilan hamda bu ya'ni qayta qurib chiqish kerak, o't mudofaa qilish kerak, aslarni o'rnatish kerak. Andan keyin qayta qurib chiqish kerak degan vaqtda u yerga nurg'un emgak kuchi, material, simont, temir, yog'och, u bu ketadi, planlaydigan ishlar ketadi, injenerlik, arxitektorlik deganga o'xshash, binokorlik deganga o'xshash. Hamda qurilish qilgan ishchilar deganga o'xshash. Yani aşiyalarda iqtisodiy faoliyatlarning bir jonlanishini keltirib chiqargan gap. Bu Joseph Schumpeterning creative destruction deganiga, ya'ni creative destruction degani ijodiy buzg'unchilik. Bu xil buzg'unchilik tabiatdan keldi, ammo ziyon shaxslarga bo'lgani bilan 13 odam o'lib ketibdi. Ba'zilar yaralandi, ba'zilar cho'qim kasal oldi bu spektrning ichida. Ularga bo'ldi. Anadan keyin o'zi shu uy mulk sug'urtasini sotadiganlarning bozorga chiqib qilish mumkin. Ular nimani sug'urta haqqini yuqoriroq qilib olish mumkin. Shu eng yaxshisi men o'ylayman, o'xil qo'rqinch, o'xil yuqori bahoning ichida yashamay, sal xizmat yaxshiroq, ozodroq yerlarga ketganmi yaxshi deb o'ylayman shaxsan men. Agar men shu o'rinda yashab qolgan bo'lsam, yo Montanaga, yo Idahoga baranga chiqadigan yer. Dakotaga boshqa ketdim degan gap. Hayotda o'zini bak besim qilmaması kerak demakchi, har xil ehtimollarni o'ylash kerak-ku. Hamda shunga sug'urta shirkatlarininki ular bo'lgan talab ashida nurg'un odamlar ana sotib olamiz, shu sug'urtani sotib olmasak bo'lmaydi ekan deb. Shuning bilan birlikda jihatlarda faoliyat, iqtisodiy faoliyatlar
biroz qanchalik vaqt bo'ladi, aslikida biroz jonlanish bo'ldi hamda. Shu mush jihatda nurg'un o'ylarni salamiz u bu desa, shu uy mulkiga oid shirkatlarning savdosi yaxshi bo'ldi, ularning paylari eshish mumkin. Andan keyin ba'zi odamlarning shu tarafdagi sohaga, ishqa, xizmat fursatlari jiqroq bo'lishi mumkin. Bo'ldi, rahmat sizlarga.